Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Namangan tuman Teporan qishlog'idan mana obunachilar. 3 dona to'xli qo'ylarimiz mana keldi obunachilar mana. Qo'ylar, qo'ylar yetimish. Beraveramiz obunachilar mana. Uchalasi ham to'xli, hali tish buzmagan. Dumbalari ham tikka ayri dumbasda mana obunachilar mana. Qo'ylar. Mana obunachilar, bir dona oppog'idan bor. Ikkita kashtani mana obunachilar. Yuzlari ham o'ta go'zal holatda mana. Quloq boshlari deyarli butun. Maza qilib boqaveraman degan obunachilarimizga keldi, qo'ydi zo'ri. Mana obunachilar. Dumba boshlari ham tikka ayri dumbasida mana obunachilar mana. Yeb-ichishlar sinaldi. Sinamagan orasida 10 kunga yeb-ichishi garantiya bor obunachilar mana. Yemoq-ichmoqlari yaxshi ekan obunachilar. Mana obunachilar. Yeb-ichishlar sinamagan orasida obunachilar mana. Mana obunachilar. Otangga rahmat deganda otasiga ming rahmat. Obunachilar mana. Maza qilib boqaveraman degan hojat og'a hojanalarimizga qo'ydi mana haqiqiy. Zo'ridan keldi mana. Ko'ringlar obunachilar. Yuzlarni qarang, yuzlar. Dumba boshlari ham o'sha tikka ayri dumbasida. Narxlar kelsak obunachilar 2.700.000 dan qilib beramiz. Uchalasini olgan gazni hayri ham bor, telefon qo'l ishlang bitadi obunachilar mana. Mana. Video jonida kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.